qo'yib yeysiz filialimizda 50% chegirmaga tushgan mahsulotlarimizni obzor qilishda davom etamiz. Qo'limdagi kamizolarimiz 99 ming so'mdan sotilgan, lekin sizlar 50% chegirmada bor yo'g'i 50 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Qo'limdagi qalin Xitoy mahsuloti bo'lgan kamizolarimiz bo'lsa 73 ming so'mga to'g'ri keladi. Qo'limdagi har xil modellardagi Xitoy mahsuloti bo'lgan kurtkalarimiz bo'lsa -50% da 85 ming so'mga to'g'ri keladi. O'g'il bolalarimiz uchun ham 85 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar qo'limdagi olimpikali troykalarimizni, xohlasanglar nimchali troykalarimizni 100 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. 145 mingdan sotilgan mana shu qalin troykalar esa 73 ming so'mga to'g'ri keladi. Qo'limdagi troykalar 45 mingdan sotilgan, lekin sizlar 50% da bor yo'q 23 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Chaqaloqlarimiz uchun ichlari nachosli raspishonka palzunkilarimizni ham 50% da 5 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Qo'limdagi 75 millik troykalar bo'lsa -50% da 38 ming so'mga to'g'ri keladi. Qo'limdagi ikki xil koftalarimizni 50% 28 mingdan xarid qilsanglar bo'ladi. Kichkina razmerda 45 mingdan sotilgan jinsi shimlarimizni 23 ming so'mdan, bu yerda bo'lsa katta razmer 85 ming so'mdan sotilgan Xitoy shimlarimizni bo'lsa 43 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Bizning filialimizda bu tarafdagi kurtkalarimizni 39 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Bu tomondagilarni bo'lsa bor yo'g'i 75 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Bizning filialimizda 25 mingdan sotilgan shapkalarimizni 13 ming so'mga, bayatkalarimizni bo'lsa 8 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. 25 ming so'mdan sotilgan kolgotkilarimizni 13 ming so'mdan, bu qo'limdagi 35 mingdan sotilgan qalin nachosli kolgotkilarimizni 18 ming so'mga, Xitoy mahsuloti bo'lgan 40 mingdan sotilgan kolgotkilarimizni bo'lsa 20 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Bizning filialimizda ham 50% chegirmada obuflarimizni xarid qilsanglar bo'ladi. Ko'rib turgan obuflarning narxi bor yo'g'i 39 mingga to'g'ri keladi. Bu 165 million oyoq kiyimlarimizni esa 83 ming so'mga xarid qilsanglar bo'ladi. Bundan tashqari boshqa obuflarimizni ham xarid qilsanglar bo'ladi.